Atigi shuncha pulga butun boshli to'liq kosmetichka yig'amiz va sizlarga eng trenddagi makiyajni ko'rsataman. Bugun kosmetichkaning eng sevimli byudjetli brendlaridan biri Top Face'dan yig'amiz. Agar siz yuzingiz quruq bo'lsa va yaltirab turishni xohlasangiz, bu bazani ishlatasiz. Agar sizning yuzingiz yog'li bo'lsa va matli bo'lib turishni xohlasangiz, bu bazani ishlatasiz. Juda ham ideal silliqlik va mat finish beradi va tanaplaringiz juda uzoq turadi. Agar yuzingiz sezuvchan va qizaruvchan bo'lsa, oqarib turishni xohlasangiz, u holda bu bazani ishlatasiz. Bugun esa men qizarishlarga qarshi mana shu yashil bazadan foydalanaman. Byudjetni, lekin yuzni ideal yopadigan, yengil tanaga ko'rsatilganlar uchun. Shuni olib ishlatib ko'ringlar. Qizlar, buni finishini qaranglar. Qanaqa ideal yoqadi, qanaqa yuzni tekis qo'yadi. Konsiler yumshoq bo'lgani uchun ajini borlar ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Namlantiruvchi finish bilan. Aynan shuning uchun ko'zimiz ustiga ham, ten uchun asos sifatida ham ishlataman. Tenlar ham juda ham yaxshi turadi. Bitta paletkadan ham highlighter, ham sculptor, ham ikki xil bronzer bo'ladi. Aynan shuning uchun ham sizga juda ham arzon tushadi. Sculptor qilib oldik. Endi esa kecha Maldivdan kelgandek ko'rinmoqchi bo'lsangiz, bronzerdan foydalansangiz ham bo'ladi. Burun uchun esa sculptorli och rangdan foydalanamiz. Agar burningiz uchi uchli va pastga qaragan bo'lsa, pastdan tepaga qarab tortasizlar. Shunda burninglar ko'tarilib ko'rinadi. Burun devorlarini esa eng tepasidan boshlab sculptor qilasizlar. Burun devorlarini pastga qarab ko'p расширка qilinglar, aks holda burninglar qaytadan kengayib ketadi. Faqat shu yerda o'zida to'xtatamiz. Qizlar, bu Hourglass analogi. Shunaqa ideal rumyana. Qaranglar qanaqa chiroyli rang. Yuzda ham shunaqa idealni turadi. Bu pudrasi yog'li yuzlar uchun, bu pudrasi esa quruq yuzlar uchun. Men bugun bunisidan foydalanaman. Ko'z ostida ajinlar va konsilerlar yig'ilib qolishini istamasangiz, avval konsilerni bu yoqqa qarab yoyamiz. Keyin esa pudra bilan